Mana bismillahirrohmanirrohim. Mana bugun 8 ta mashinamizni bozordan ham, qolgan boshqa uncha joylardan ham topish qiyin bo'lgan narxlarda qo'yib yuboramiz. Mana birinchi bo'lib oq Gentra'mizdan boshlaymiz. Yili 2022-yil 94 ming kilometr yurgan kraskalari top-toza 10.900 ga berib yuboramiz. Qora rangli Gentra mashinamizni 2019-yil propan gazi ham bor ekan, metan gazi ham bor ekan. 220 ming kilometr yurgan 7300 ga berib yuboramiz. Mokri rangli Gentra'mizni 2018-yil 250 ming kilometr yurgan metan gazlari bilan 7000 ga beramiz. Yana bitta Mokri Gentra'mizni 2020-yil 240 ming kilometr yurgan metan gazlari bilan polniy shumkali qilib qo'yilgan. Narxi 8500. Qora yana bitta Gentra'mizni 2021-yil 73 ming kilometr yurgan kraskalari top-toza 100%. 11600 ga beramiz. Honda Cruiser mashinamiz 2024-yil 75 ming kilometr yurgan kraskalari 100% top-toza 12 ming ga beramiz. 12 ming ga ham topolmaysizlar bozorda. Bitta ideal holatdagi Nexus 3'imizni 2021-yil 148 ming yurgan polniy navrotla qilingan ekan mashina. Narxi 8300 ga beramiz. Stalnoy Nexus 3'imizni 2017-yil ideal holatda 65 ming kilometr yurgan, yili nisbatan ancha kam yurgan. Narxini 7300 ga beramiz. Eslatib o'tamiz, 13 ta mashina qo'yganmiz. Shu 13 ta mashinamizdan olganlarni bittasiga Matiz podarkaga qo'yganmiz. Ko'p sotilib ketdi mashinalarimizni. Ulgurib qolinglar. Keyin Telegram kanalga ulanib olish esingizdan chiqmasin. Bosamiz. Mustang Avto barchasida mukammaldir.